Man 11 yillik parda sohasida ekspert Madina Muhsinovna. Ko'p ayollar parda sohasini o'ziga biznes deb bilishadi. Juda ham ko'p ayollar uyda o'tirib ham tikishadi. Qanaqa muammolari bor mana shu sohada? O'zimni $50,000 minusda tushib qolganimni qanday qilib to'g'rilashni bilmasdan balkim bu sohadan chiqib ketaman. Xarajatlarni hammasini qanaqa qilib minusni plyusga olib chiqish va qaysi mahsulot menda ko'proq foyda keltirayotganini bilganimdan keyin 45-50 millionlik оборотga chiqa olganman. Bitta mashinam bo'sh tursa, bir oyda 3,5 million 4 milliongacha minusga olib kirayotganini tushunib yetdim. $20 target yoqqanimda men 17-18 millionli zakaz olganman. Raqam bilish kerak ekanmi tadbirkorlar? Raqamni bilmagan holda ishlasangiz, ishim ketyapti, bo'larmikan, bo'lmasmikan, mikan degan tushunchada yurardingiz. Biznesdagi puldan shaxsiy ehtiyojlarni qoplash to'g'rimi, noto'g'rimi? Biznesimdagi pul, meni pulim degan tushuncha juda kuchli bo'lgan. Meni dadam ham, oilam ham har doim podдержкада bo'lishganda, o'sha $50,000 yer sotib bizga berganlar-da. Lekin meni dadam o'sha pulni senga ishonaman, sen eplay olasan deb bizga bera olganlar-da. Lekin bir og'iz dadam sen nima qilding demagan. Minus 50 millik qarzdan 45-50 millionlik оборотga biznesdagi оборотga chiqib oldingiz. Hozir shuni hamma yo'lini sekin-sekin etapma-etap gapirib berishingiz kerak. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bu safar ham o'zimizni an'anaga sodiq qolgan holda Pro Business Woman kursini navbatdagi mehmoni, navbatdagi kuchli ayol tadbirkori podkastga chaqirdim, taklif qildim. Madinaxon Muhsinovna 11 yillik tajribaga ega parda sohasini qirolichasi desak bo'ladi, Madard korxonasini asoschisi va rahbari. Bugun podkastimizda mehmonlar. Xush kelibsiz Madinaxon. Xushvaqt bo'ling. Qisqa o'zingiz haqingizda informatsiya bering, obunachilarimizga sizni tanishsin. Rahmat. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Men 11 yillik parda sohasida ekspert Madina Muhsinovna, Samarqandda. Ustoz, sizni kursingizda 1,5 yil kuzatib, sizni ashaddiy muxlisingiz bo'lib, har doim bitta videoyingizni qoldirmasdan, keyin kurs ochganingizda juda ham xursand bo'lib, qanot yozib borgan shogirdlaringizdanman. Rahmat. Men bitta narsani aytishim kerak. Har doim siz mana 1,5-2 oy davomida o'qidik. Nima muammo bor edi? Nega meni kursimni kutdingiz ochilishini? Biznesda, aynan parda sohasida hozir endi hamma yoq qurilish, hamma yoq yangilik, parda tikuvida umuman muammo bo'lishi kerak emas. Ya'ni bu biznes ham yaxshi gurkirab ketishi kerak. Nega bu kursni kutdingiz? Nima muammolaringiz bor edi biznesda? Bu kursni kutganim va tortinmasdan o'qiganimning sababi, yo'l azobini ham o'ylamasdan Samarqanddan har hafta qatnar edi. Birinchi navbatda ayollar jamoasi bo'lgani uchun. Ikkinchi navbatda xodimlar hamda o'zimni $50,000 minusda tushib qolganimni qanday qilib to'g'rilashni bilmasdan balkim bu sohadan chiqib ketaman, balkim chetda pul topib kelib keyin yana biznes qilaman degan tafakkurda yurgan paytimda $50,000 qarz bilan kelgansiz kursga. $50,000 qarz bilan minusda kirib borganman ustoz. Shu sizni kursingizdan juda katta manfaat olishimga va natija qila olishimga ishonib borganman. Hozir qarzdan qutuldingizmi? Оборот qancha bo'ldi? Qanaqa perspektivada? Ustoz, men kursda o'qigan paytimda, borgan paytimda даже men pul o'zim shuncha ishlayotgan bo'lsam ham pul topyapman degan tushuncha bo'lmay qolgan edi. Chunki juda ko'p minuslar edi. Kursda birinchi darsda уже biza kunlik va kunlik, oylik, haftalik dashboard, scorecard, ana shularni hisob kitobini chiqarganimizda
man ishlamayapman degan paytimda ham $1700 to'lov qila olayotganimni tushunib yetganman. Undan keyin уже ishtiyog'im nima bo'lgandan keyin kurs davomida xarajatlarni hammasini qanaqa qilib minusni plyusga olib chiqish va qaysi mahsulot menda ko'proq foyda keltirayotganini bilganimdan keyin qarib 45-50 millionlik оборотga chiqa olganman. Oylik обороtim. Sizga bormasimdan oldin 20 million, 25 million bo'lgandi, lekin o'sha ham meni ko'zimga ko'rinmayotgan edi. Minus 50 dan 45 plus оборотga chiqdingiz 50 mingdan. Hozir bitta narsani sal yoritishingizni xohlardim-da. Chunki ko'p ayollar parda sohasini o'ziga biznes deb bilishadi. Juda ham ko'p ayollar uyda o'tirib ham tikishadi. Qanaqa muammolari bor mana shu sohada? Qanaqa muammolari bor? Masalan, bilaman, boshda оборот so'raganimda ham bor pulimiz yetadi, endi bir-birini nima qilyapti, qoplab ketyapti deganingiz. Keyin aniq zararsizlik nuqtasini o'rganganimizdan keyin, voy, men anaqada ekanman, plyusda ekanman, minusda emas ekanman degan anaqa bor, ishonch bor. Nima parda sohasidagi muammolar nimada va ularni qanaqa hal qilishni o'rgandingiz? Ustoz, menda hatto bitta mashinam va bitta xodimim necha pul olib kelishini men tushunmas edim. Bitta mashinam bo'sh tursa, bir oyda 3,5 million, 4 milliongacha minusga olib kirayotganini tushunib yetdim. Hisob-kitob ichida. Bir oyda men necha metr mahsulot tiksam, mana shu xarajatlarimni yopa olishimni bilib, birinchi navbatda o'shancha metrni tikib xarajatni yopib bo'lgandan keyin davomi meni plyusimga ishlayotganini bilib o'shani qo'llab boryapman o'zi. Bir kunlik xodimim necha metr, masalan 50-60 metr tiksa, menga kuniga $70-80 plyusga kelishini aniq isbotini, dalilini qo'yib oldingiz. Bilib oldim. Tushundim. Hozir shu podkastda menga bitta sirni ochdingiz, o'zingiz bilmagan holda. Minus 50 minglik qarzdan 45-50 millionlik оборотga, biznesidagi оборотga chiqib oldingiz. Hozir shuni hamma yo'lini sekin-sekin etap gapirib berishingiz kerak, chunki xuddi shunaqa vaziyatda bo'lgan ayollarimiz bor, ayol tadbirkorlarimiz bor. Ular ham o'ziga to'g'ri yo'lni bilib olishlari uchun samimiy nima detali bo'lsa gapirib berishingiz kerak bo'ladi, Madinaxon. Bo'ldi ustoz. Men bu etapdan osonlikcha chiqmayapman. Birinchi o'rinda xodimlarga kipay chiqarishni, to'g'ri chiqarishni va uni qanday halolligini tushuntirib berib, o'zim kipay chiqara oldim. Ikkinchisi, o'zgarmas xarajatlarni o'zgaruvchan xarajatlarga aylantirishni o'rgandim va amalda qo'lladim. Uchinchi eng asosiysi, oddiy men o'ylardim sarafan radio eng asosiy reklama deb. Yo'q, bizani yuqoriga chiqishimiz uchun sarafan radiodan tashqari target ham o'zini mutaxassisiga berilsa foyda olib kelishini bildim. $20lik target yoqqanimda men 17-18 millionli zakaz olganman. Birinchi target yoqqanimizda. Hozir shuni bitta sizlarga kursdagi gapim esimga tushib qoldi. Target deganingizga o'zi to'g'ri aytdingiz. Mani bu yoqdagi ayollarga aytgan kursim 3 ga bo'linadi. Moliya, savdo va xodimlarni boshqarishga 3 ta blokka bo'linadi. Lekin esingizda bo'lsa, targetda kim sizlarga hisoblovdik byudjetinglar bo'yicha bo'lib tashlandi. Kim sizlarga 24 soat 65 ming so'mga Madinaxon eng zo'r parda tikadi deb chiqadi. Qani ishchi topinglar, shunaqa dedim. Tayyor targetda ko'z oldida bo'lgan qilgan ishlaringizni mahsulotini o'sha uyga egasidan boshqa odam bilmaydi. O'shaning uchun kim sizlarni 65 mingga mana mamta Madinaxon borlar dedi. Hech kim unaqa ishni qilmaydi. Xuddi shunaqa o'yda bo'linglar-da, targetga siqinayotgan, ushab turmoqchi, o'sha butulkani ustki anaqasi bo'ladi. Ushab turmanglar uni, qo'yib yuboringlar. Qo'yib yuborishni boshlaganda nima qiladi? Aylanishni boshlaydi deb aytdim. Hozir muammo nimada bo'lyapti Madinaxon? Qarang. Men faqat parda sohasini aytmayapman. Ko'pchilik ayollar biznes boshlamoqchi bo'lishadi. Xuddi sizdagi biznesini yopib ketmoqchi bo'ladi. Oila bilan oilani siquvi, oilani davleniyasiga chidomiy bo'pti, mayli uyda o'tiraman. Eng tinchi uyda o'tirishim ekan deb
qaytganlar bo'ladi. Sizni tarixingiz qanaqa bo'lgan? Manda xuddi aytganingizdek, men umuman bolalarimga vaqt ajrata olmas edim. Bolalarim to'liq ota-onamni bo'ynida edi. Hozir kursdan keyin xodimlarga to'g'ri kipay qo'yib, xodimlar o'zi xohlab ishini qiladigan bo'lgandan keyin men erkin bo'ldim. Ancha yelkamdagi mas'uliyat yengil bo'ldi. U mas'uliyatdan yengillashgandan keyin bolalarimga ana vaqt ajrata oladigan bo'ldim-da. Shu joyda bitta ekspertimizni chiroyli gaplari bor-da. Sizlarga ham shuni aytganman. Omadli bo'lish baxtli bo'lish emas. Baxtli bo'lish omadli bo'lishdir. Ya'ni biz har doim o'zimizdan baxtli bo'lishimizni o'ylab ish qilishimiz kerak. Omadli bo'lish, ya'ni eng katta biznesmen bo'lish, business woman bo'lish, katta davralarda, katta masshtablarda ish qilish degani aslida baxtli ayol degani emas yoki baxtli erkak degani emas. Shuning uchun biz ayollar ko'proq shu oila balansi bilan ish balansini to'g'ri muvozanatini qo'yib olishimiz kerak. Men bilaman, sizda bosib o'tayotganingiz o'sha -50 ga tushganingizda bo'ldi. Men bu narsani qila olmayman. Charchadim. Bolalarim bilan qolaman degan daqiqangiz bo'lganmi? Shunaqa bir o'yingiz bo'lganmi? Ha, xuddi shunaqa bo'lgan. O'sha uydan sizni YouTube nimalarda, Instagramda kuzatib, aniq maqsadim mana shu yerda, turadigan joyim mana shu tochka ekan deb sizga o'qishga qaror qilganman-da. Nima ko'tardi? Qanaqa chiqib ketdingiz? Hozir birinchi o'rinda bu yoqqa keladigan narsa, ya'ni siz o'zingizdagi irodani qanaqa ko'tardingiz? Birinchi o'rinda sizni berayotgan og'riqli nuqtamizni joyida topib, joyida yechim berganingiz bo'lgan. Mana o'zgarmas xarajatlarni o'zgaruvchan xarajatlarga aylantirish bu hech kimni xayolida ham, fikrida ham bo'lmaydigan narsa-da. Bizani mana shu targetda reklama yoqishimizda asosan qanday qilib targetchidan nimani talab qilib, qachon, qaysi paytda yoqishimizgacha ham tushuntirib bergansizda. Bu ham menda juda katta imkoniyat bo'lgan. Men xuddi shu boyna aytganingizdek, bitta xonaga tiksam, o'sha xonadonda 5 ta qo'shnisi kirar, 5 ta qarindoshi kirar. Lekin Instagramda target yoqib qo'ysam, 500 ta, 5000 ta, 5 million ta odamlar ko'ra olishini men tushunganman. Sizni darsingizga boribdi. Bu narsa menga juda katta plyusga, ham ruhiy jihatdan erkinlik bergan. Men o'zim kechasi uxlagan bo'lsam ham, ishlamayotgan bo'lsam ham, zakaz tikmayotgan bo'lsam ham meni ko'rayotganlar bo'lar ekan-ku degan tushunchaga kelib qolganman. O'zingizga ruhiy anaqa bergan. Iroda bergan, stержень bergan. Siz irodali ayolsiz. Men o'zimni kursimdan eng irodali o'quvchilarimdan deb bemalol ayta olaman. Ertalab soat ilm olish yo'lini aytaman-da, soat 5 danmi, 4 danmi Samarqanddan chiqib, Toshkentga 4 soatlik, 5 soatlik yo'lni bosib o'tib, soat 11 da kursimizga haftada bir kun bo'ladigan kursimizga yetib kelib, har bitta yozilgan raqam, o'rgangan formulamizni keyingi uchrashuvimizgacha amalda qo'llab keladigan o'quvchilarimdan bo'lgansiz. Men o'zi har qanaqa ilm yoki treningga borilganda o'zingizga ham ko'pchilikka maslahat beraman. Qo'llasanglar bo'ladi. Qo'llamasanglar, to'g'ri, ilm yaxshi narsa, lekin o'sha 72 soat qoidasida bu narsa chiqib ketadi. Qo'llaganingizni ko'rsating. Qo'llaganingizni ko'rsating deganda, birinchilardan yoki bo'lmasa, yo'q ustoz, men tushunmadim. Men bittaman, meni to'g'rilab bering. Men buni kalkulyatsiyasini o'zingiz qilib bering deydigan momentlar bo'ldi-da. Shunga men bu narsaga tan berishim kerak. Lekin baribir ham har doim ham bizga ilm, masalan, anaqa o'rganayotgan ilmimiz har doim ham bunaqa katta rezultatlarni olib kelavermaydi. Har doim ham bunaqa tez hamma ko'tarilib ketmaydi. Baribir qanaqadir rozовый очки deymiz. Shu rozовый очкиdan qarashni, ayniqsa ayollar emotsional qarashni to'xtatish kerak. Sal ratsional hisoblash kerak. Sal ratsional qarang. Ratsional degan aql bilan nima bo'lyapti, qanaqa bo'lyapti deb o'ylashni boshlash kerak deganimda, o'sha birinchi qo'llaganda siz bo'ldingiz. Hozir meni aytmoqchi bo'lgan narsam, nima kerak ayol kishiga? Shu ham baxtli bo'lishga, ham omadli bo'lishga, ham biznesini maromida qo'yishga. Birinchi o'rinda men
aytaman, o'ziga niyati ilm olish, niyati kuchli bo'lishi kerak. Har bitta ayolni ham, erkakni ham. Qancha ilm oshig'i bo'laversangiz, shunga yarasha ustozlar ham atrofingizga shunga monand nima kurgan bo'laveradi-da. Mana o'zi sizni davrangizda o'qiganimdan keyin o'sha yerdagi hamma biznes ayollari o'zini ustida ishlaydigan, ilmga chanqoq, men bormayman degan joyimga yo'q, sen nimaga bormaysan? Sani joying mana shu deb qo'ymasdan tortadigan ayollarda. Oddiy hozir endi planlarim juda katta, maqsadlarim katta. Inshaalloh hammasiga bosqichma-bosqich erishyapmiz. Ustoz, sizni dars tugagandan keyin bizada sharoit qilib bir oyda bir marta klub ochib berganingiz ham menda katta foyda bo'lganda. Yaqinda birinchisiga bormaganman, ikkinchisidan qo'shilganimda oddiy arendator bilan gaplash qoidasini bilmasdim. Nima hujjatli qilish nimalarini darsda o'rgangan edik, lekin amalda qilishga hali unaqa duh yo'q edi-da. Mana shu bitta klubga borganimda nonushtaga o'shani yechimini menga 100% aytib berdingiz-da. O'sha olgan klubning bilimidan men oyiga $500 yutdim. Har oyiga. Har oyiga. Bitta instrumentni bilganingiz uchun. Bitta instrument, bitta tavsiyangiz bilan. Yana bitta narsa, dogovor qilishda, arendatorda endi hamma o'zini foydasini ko'zlaydi. 1 yillik bor, 2 yillik bor degan joyida men 3 yillik dogovorni qilish borligini, ehtimolligi emas, borligini, qilish mumkinligini. Mumkinligini bilib o'shani qila oldim-da. U endi 3 yil hisoblasangiz, 1 yilingiz 12 oy bo'lsa $500 dan $6,000. 3 yilga $18,000 yutuqdaman. Inshaalloh. Inshaalloh. Qarang, esingizda bo'lsa, mana shu hozir arenda dedingizda, capex bilan opex turini o'rgatdim sizga. Sizlarga, hammanglarga. Shuni qisqa tushuntirib bering o'zingizning tilingizda. Mana hozir ijara bekorga kelmadi-da, ijara mavzusi. Kurs davomida capex va opex xarajatlarini tushunib yetgandan keyin opex xarajat bilan men oyiga $500 dan 3 yil davomida $18,000 yutishimni tushunib yetdim va shuni amalda qo'lladim. Avval capex qilib, vlajt qilib, keyin biznesim o'sib ketadi degan tushuncha bilan qachon menga buncha pul bo'ladi, men boshlayman degan tafakkurda yurganman-da. Kursdan keyin u ichimdagi xohishim, ya'ni biznes rivojlanishi uchun katta vложение boshlang'ich sarmoya talab ko'rmas ekan. То есть biznes rivojlanishi uchun ijaradan ham mijozlar oqimi bilan kattani bemalol keyingisiga ulasa bo'lar ekan demoqchi. Boshida operatsion xarajat bilan boshlab, keyingisiga ulasa bo'lar ekan degan ma'noda. Hozir og'riqlarni gapirdingiz, nimaga kelganingizni gapirdingiz, moliyaviy olgan bilimlaringizni, xodimlarda olgan bilimlaringiz, savdodagi qo'llagan instrumentlarni gapirdingiz. Hozir qanaqa? Mana bitirganimizga 2 oy vaqt o'tdi. Hozir ham qo'llayapsizmi bu narsani yoki o'qidik, trening edi, diplom zashta qildik, bo'ldi. Endi yana o'zimni bilganimcha davom etaman deyapsizmi? O'zi kurs tugagandan keyin diplom zashta qo'yganingiz bu katta yutuq bo'ldi. Bizani 2 oy davomida o'qib, e'tibor bermay qo'ygan joylarimizni tushunib yetdik. Tugatganimdan keyin mana boshqa kurslarda o'qiganimda tugatsam 10 kun, 15 kun o'sha avro bilan, nima bilan, energiya bilan yurardim. Hozir 2 oy, 3 oy bo'lyapti pashti, lekin menda u bilimlarni takror va takror qo'llab kelish kuchayyapti. Xohish kuchayyapti. Hozir o'sganingizni bildingizmi? Biznes ko'lami kengayganini sezdingizmi? Albatta sezdim. Endi uni qanday summada? Nimaga ko'lami qanaqa kengaydi? Men o'tganda endi hozir dars boshlamaymiz siz bilan. Men o'tganda nima qilardim? Hech qachon umumiy gapirmaylardim.
Ha, ha. aniq raqam gapiraylik. Ha, ha. O'sdim, bittaga o'sgan bo'lsanglar ham o'sdim bo'ladi, yoki bittaga tushgan bo'lsanglar ham tushdim bo'ladi. Lekin umumiy o'syapmiz, nima edi, sabablarini qidiryapman degan narsalar yechim bo'la olmaydi. Shuning uchun aniq so'rayapman. Qanchaga o'sdingiz? Qanchaga ko'lam Endi ko'lami qancha o'sdi deganingizda hozirgi davrda 58 kvadratli joyga turgan bo'lsam, 140 kvadratli joyga ko'chishga qaror qildim va o'sha shartnoma bilan tez kunda ko'chib o'tyapman. Demak, va joy u yerda kengaydi. joy kengaydi. Kengayish sabablari va har bitta xonasidagi kvadratchasidan ham to'g'ri foydalanib daromad qilish mumkinligini anglab yetdim. Zo'r. Har bitta mashinam qancha masofani egallayotgan bo'lsa, o'sha yer menda nech pul daromad olib kelayotganini hisob kitobini qilib olganman. Xudo xohlasa yo'lga qo'ysam, bu ham menga ancha plyusga ishlaydi. Ko'p o'zimni o'ylab, nima bo'lar ekan, bo'lmas ekan degan narsadan chiqib ketdim-da. Chunki uni o'sha sizni darsingiz davomida bizga hisoblab bergansiz. Kvadrating mana buncha bo'lsa, mana bunchasiga mashina turgan bo'lsa, mashinkang bir kun ishlasa 15 ming so'm. Bir oyda 4,5 million daromad olib keladi. Nechta mashina bo'lish kerak ekan, siz agar 100 million daromadga chiqadigan bo'lsangiz? Ha, xuddi mana shu narsani menga hisoblab bergansiz. 4 ta mashina bilan ham 100 million daromadga bemalol chiqsa bo'lar ekan. Va undan soatiga qancha foydalansa, nech pul chiqishi. Bir oyda, bir kunda 70-80 dollar daromad topishim uchun ikkita mashinani o'zi yetar ekan. 4 ta emas, 5 ta emas, 8 ta emas. Yo'q. Ana shu ikkita mashinamdan tashqari ikkita bo'sh mashinam turgani menga oyiga 9 million so'm minusga ishlayotgani. Zo'r. Men arendaga chiqsam agar arendatorga pul beraman degan tushuncha bor edi menda. Endi yo'q, mani mashinam ishlasa, mashinamni o'zi arendatorni to'lab qo'yar ekan degan tushunchaga yetib kelganman va buni amalda qo'llab kelyapman. Zo'r. Raqam bilish kerak ekanmi tadbirkorlar? Raqamsiz yuritish qanaqa edi? Raqamni bilib yuritish qanaqa? Shuni farqini ayting. Raqamni bilmagan holda ishlasangiz, ishim ketyapti, bo'larmikan, bo'lmasmikan, mikan degan tushunchada yurardingiz. Raqamni bilganingizdan keyin bugun shuncha bo'pti. Mana 10 kunda mana buncha bo'ladi. 15 kunda mana buncha summani yopa olar ekanman degan reja qilasiz. Rejangiz ham, qilayotgan ishingiz ham, yelkangizdagi yukingiz ham yengil bo'lar ekanda. Mashalloh. Zo'r. Raqamni joyi, raqamni tushunish, uni to'g'ri qo'llash biznesda ham, hayotda ham juda katta plyusga ishlar ekan. Qiyin ekanmi o'rganish? Yo'q. Chunki ko'pchilikka endi buxgalteriya kurslari, moliya, ACC xalqaro standartlarda aytganda, yo'q, men o'rganmayman, men hisoblashdan uzoqman. Boshqa odam qiladi. Men matematikani borda shunaqa ayollarimiz ham qilaman. Meniki emas, kerak emas menga, o'zi yaxshi bo'lyapti deb o'ylaydiganlarga nima deysiz? Qiyinmi o'rganish siz o'rgangan narsani? Sizdagi aniq strategiya qo'yib harakat qilish. Osonligini yaxshi aytdingiz, plyusini aytdingiz, lekin o'rganish jarayoni. O'rganish ham qiyin emas ekan. Faqat o'zingizda xohish va harakat bo'lsa, ustozni etagidan mahkam ushlasangiz yetadi deb o'ylayman. Hatto oddiy uyga o'tirgan uy bekasi ham o'rgansa, hech bo'lmasa bolalarni xarajatini to'g'ri taqsimlashni ham yo'lga qo'yib bo'lsa foydasi katta bo'lar ekan. Sizni aynan shu hozir o'zingiz ochdingizda savol bermoqchi edim o'zi. Biznesdagi puldan shaxsiy ehtiyojlarni qoplash to'g'rimi, noto'g'rimi? Nima maslahat berasiz? Sizda qanaqa bo'lgan bu yo'l? Ishlatganmisiz biznesingizdan pul olib? Menda biznesimdagi pul, mani pulim degan tushuncha juda kuchli bo'lgan. Aynan shu kursda o'qib, biznesimdagi qancha foiz pul biznesniki, qanchasi manikiligini tushunib yetganman. Amalda ham o'sha pulga zaruratim oshsa ham teginmaydigan bo'ldim. Bu narsada men 11 yildan beri ishlayotgan bo'lsam,
unaqa holatga kelmaganmanda. O'sha masalan bitta mijozdan kelgan 3 million pul masalan mani o'zimni xarajatimga kerakmi? Ha, ertaga bundan keladi-ku deb bemalol olib ishlatar edim. Mani minusga kirib ketgan joyim ham mana shu narsaga bo'lgan. O'sha 3 million so'mni nechi puli manikiligini kurs davomida o'qib bilib oldim. O'sha puldan ortiq ishlatmaydigan bo'ldim. Оборотdagi pul sizniki emas, biznesdagi pul sizniki emas. Endi shu yerda yana bitta savol tug'ildi menda. Shuncha ishlasam, shuncha biznesga kuchimni sarflasam, nega endi shu pullardan o'zimni xursand qilishga, oilaviy tadbirimga yoki bo'lmasa bolalarim bilan qat'ga chiqishga ishlata olmayman? U meni demotivatsiya, ya'ni motivatsiyam tushiradi-ku, ishlatib o'zimga o'zim mana yaxshi ish qilyapman, biznesim yaxshi ketyapti degan qarashga qanaqa qaraysiz? Ya'ni shunaqa yondashuv to'g'rimi? Yo'q, unaqa yondashuv to'g'ri emas ekan. O'zi har bitta ishni ham, har bitta biznesni bosqichma-bosqich zinapoyaga chiqishi uchun ham hisob-kitobini qilib, reja bilan qilsangiz, tezroq chiqar ekansiz. Agar rejasiz tasodifan yo'l-yo'lakay qilib ketaman desangiz, asta orqaga tushib ketar ekansiz. Keyin sizni bitta darsda aytgan gapingiz ham menga juda katta motivatsiya bo'lgan. Marja doim harakatda bo'ladi. Sen uni to'g'ri boshqarmasang, u nolga qarab intiladi degan gapingiz. Uni davrim aylantirib, harakat qildirib turish kerak. To'g'ri aylantirib, hisob-kitobini to'g'ri olib borib degansizda. Ya'ni hozirgi holatingizda turganingizda agar yaxshi foyda topayotgan bo'lsangiz, bu oxirgacha shunaqa bo'ladi degani emas. Degan ma'noda. Zo'r. Agar o'sha marjani to'g'ri boshqarish ilmini olmasak, u pastga qarab qulab ketaverar ekan. Yaxshi insightli. Ayollarga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Ayol biznes yuritmoqchi bo'lganlar, biznesni boshlamayotganlar, ijaraga olsammikin yoki bitta joyi uyimni qaysidir anaqasini ishlatsam-ki yoki uyim bitgandan keyin balkim qilarman. Pulimni to'plab olay, keyin qilarman. Umuman biznes qilishim shartmi? Hozir shundoq ham yaxshiman, baxtliman deyotganlar bo'lishi mumkin. Nima insight berasiz ularga? Endi ustoz bularga o'zingizdan kelgan keys, ya'ni menda shunaqa bo'ldi, sizlarda ham shunaqa bo'ladi, sizlarda ham shunaqa bo'lishiga ishonaman. Meni gapim bitta ustoz, har doim, har bitta soha egasi, har bitta o'ziga yoqqan o'zini chempionim deb bilgan ustozni etagidan ushlashi shart. O'shanda u tez va oson o'sib ketadi-da. Yo'l ko'rsatuvchisi bo'lishi kerak. Yo'l ko'rsatuvchisi bo'lishi kerak. Agar yo'l ko'rsatuvchi bo'lmasa, bitta koltsoda aylanib yuraverasiz. Agar yo'l ko'rsatuvchi bo'lsa, u 5 yil kamida sizni oldinga tortib ketadi-da. Ana shu sizni yutug'ingiz bo'ladi-da. Sizni endi hammasini aytdingizda, to'g'ri aytyapsiz aslida. Lekin o'sha moliya bo'yicha bor, savdo bo'yicha bor gapirdingiz, xodimlar bo'yicha gapirdingiz. Sizni hozir indamasdan 140 kvadrat, 150 kvadrat joyga ko'chayotganingiz, katta maqsadlarni qo'yayotganingizni tamalida, tagida, fundamentida nima bor? Shunaqa ishonch bilan ketayotganingiz. Fundamentida asosan o'sha maskandan unumli foydalanib, daromadimni kamida mana shu 2026-yil oxirigacha 10x ga chiqarish. Zo'r. Ikkinchisi, juda ko'p ayol qizlarga hunar o'rgatishni yo'lga qo'yish. Oliy maqsad bor, ya'ni. Oliy maqsad bor. Tamalida oliy maqsad bor. Xuddi shunday. Nima Modart korxonasining oliy maqsadi? Davay, ayting, bu emotsiya, nima? Ya'ni bu 10xlar, bular raqamlar, boya aytganimdek omadli bo'lish, baxtli bo'lish emas. Siz baxtli bo'lishingiz kerak. Siz qilayotgan ishingizdan o'zingiz faxrlanishingiz kerak. Shunda mana bunaqa biznesda shunaqa narsa bor-da. Sen o'zing ishonmagan biznes hech qachon yurmaydi. Ya'ni sen shuni bo'ladigan narsa deb ko'ring, balkim deyotganda qanaqa mijoz ishonadi? Qanaqa bu magnit? То есть sizni biznes egasining energiyasi, Alisher Sayfi zo'r gaplar bor shunda ustozi.
biznes egasidan oshig'iga o'solmaydi. Ya'ni biznes egasi o'sib borish kerakki, biznesi yana kengayib borishi uchun. Xuddi shunaqa tamalida oliy maqsad turadi. O'sha oliy maqsad ko'taradi, o'sha oliy maqsad yo'q deydi. Men shu narsani manfaati umuman zo'r bo'ladigan, elni yurtni xizmatida bo'ladigan nechta o'g'il qizlarni, nechta qizlarni hunarkashlik qiladigan maqsadda ochganman degan narsa pulga bog'lanishi kerak emas. Shunda pul o'zi keladi. Tushundingizmi? Shunda pul oqimi, shu magnetizm, shu energiya, shu niyatingiz, shu Allohga bergan qaysidir ma'noda va'dangiz tortib olib kelib qo'yadi. Yo'lini yura olmayotgan boshqa joylarni balkim kuzatib yurganlar yoningizda bo'lib qoladi demoqchiman. O'sha Modart korxonasining oliy maqsadi nima? Shunaqa shijoat bilan ketyapti. Meni havasim kelyapti. Bunaqa shijoat hamma ayolda ham bo'lmaydi. Mana ko'pchilik ayollarimiz shu ikkilanish bo'lganini hisobiga yana bitta narsa bo'lgani hisobiga ular ovutishni boshlaydi o'zini. Tushuntira oldimmi? Ya'ni mana o'xshamadi-ku, mana unda bo'lmadi-ku, mana baribir uni adasi pul bergan, uni eri hamma narsani qurib bergan, tushuntira oldimmi? U kuchli ayollar, oliy maqsadi katta ayollar, ayol kishi oilani o'sha ustuniga rafiqa bo'lish, mehribon ona bo'lishdan tashqari yana ko'plab manfaatli, foydali proyektlar qilishiga men ishonaman. Shuning uchun ham bu Pro Business Training kursini ochganman. Ular mislsiz energiyaga, mislsiz sabrga, mislsiz irodaga ega. Siz ham shu ayollar safidasiz, shu ayollarning birisiz. Shuning uchun bitta oliy maqsadi haqida ham aytib bering, chunki bu energiya albatta bor. Ustoz, hozir mana shu yerda bitta gapni aytdingiz. Ota-onasi qilib bergan bo'lishi mumkin, eri qilib bergan bo'lishi mumkin. Agar o'sha ustozlarimiz aytganday, 1,5 litrli bakalashka, odamni tafakkuri 1,5 litrli bakalashka bo'lsa, 100 million 500 million ota-onasi bermaydimi, eri bermaydimi? Uni eplab 2 litrli bakalashka qila olmaydi. U 1,5 litr ichida 1,5 litrli pul sig'adi. Suv sig'adi. U 1,5 litrli bakalashkani 1 litr qilish uchun ham o'shancha pulni, ota-ona berayotgan pulni eplash uchun ham ilm olishi shart va majbur. Men o'zim, meni dadam ham, oilam ham har doim podдержкада bo'lishganda, o'sha 50 ming dollarni yer sotib bizaga berganlarda, lekin biz uni 3 yilda qo'masdan minusga olib kirib tashaganmizda. Bu meni ilmsizligim, oddiy o'zini sohasi bo'lmagan ukamni ham даже minusga olib kirganim sababi bo'lib ketdi-da. Ilmsizlik oqibati. Ilmsizlik oqibati. Lekin sizni orzularingizga ota-onangiz yordamlagan. Hatto yeri sotib mana pul boshlagan. Orzularing, maqsading sari yurgin deb qo'yib bergan. Mashallah. Sen eplay olasan deganlar. Hozir ayrim yaqinlarimni ko'raman, 5 ming so'rasa ham ololmaydi-da u pulni. Lekin meni dadam o'sha pulni senga ishonaman, sen eplay olasan deb bizga bera olganlarda, lekin o'sha tafakkur, biznes tafakkurda bo'lmaganligimiz uchun o'sha pulni minusga kirgizganmizda. Lekin bir og'iz dadam sen nima qilding demaganlar. Mashallah. Hozir ham Xudo xohlasa hali zo'r bo'lib ketadi. Sen mana shu O'zbekistonda o'zing joyingda, ikkita baland bag'ringda o'sib, yuksalib maqsadlaringga erisha olasan deb har doim podдержкада turadilar-da. Ota-ona duosi. Ota-onalarimiz. Shunday. Mashallah. Shuning uchun ham o'qish kerak. To'g'ri, baxtlisiz. Alhamdulillah, baxtliman ustoz. Har tomonlama baxtliman. Bu minusga kirganim ham menga juda katta dars va plus bo'lgan. Har bittasini tagida kuchli plus turibdi-da. Juda yaxshi. Men maza qilyapman. Minus plus degan. Kim shunaqa fikrlaydi? Tushuntira olaman. Ya'ni minus aslida o'ylayki biz tafakkur qilgan minusimizni plus. Faqat uni plusligini keyinroq tushunib yetamiz. Shu minusiga qabullansak plus keladi. Qabullanmasa minusda yuraveramiz. Ya'ni hayot anaqa falsafasi shunaqa aslida. Shuning uchun men hammaga aytaman, meni oldimga qizlarni ham olib kelishadi-da. Men shu qizimga bitta Averlock, bitta mashina nech pul bo'ladi? $1000. Olib bersam bo'ladimi deydi-da. Agar qizingizni mana bu yerini o'stira olmasangiz,
uyda o'tirib sen eplay olasan deb unga podдержка bermasangiz, uyga soat 9gacha yotma, tur ustoz yo'ldan ket deb ustozni qo'liga bermasangiz, $1000 10,000 so'mga ham arzimaydigan chaqaga aylanib qoladi deb aytaman-da. Har bitta kelgan shogirdimni ustida mana shunaqa tafakkurda turaman. Bitta buzsa ham, xato qilsa ham, sanga ishongan, sani shunaqa bo'lishingni kutayotgan orqangda oilang bor. San bitta o'zingni emas, san hammani, ham ota-onangni, ham oldinga qo'ygan maqsadingni oqlab berishing uchun ham mana bu yerda kuchli bilim olyapsanmi, harakat qilishing kerak degan tafakkurni har kuni shogirdlarga uqtiraman-da. Mana shunaqa uqtirishni ustoz men sizda ko'rganman. Shuning uchun ham sizni etagingizni ushlab borganman-da. Inshaalloh. U Pro Business Woman kursi menda juda katta foyda bergan. B2B ishlashda 11 yildan beri ana orzuyim bo'lgan mebel magazinlar bilan hamkorlik qilish, hamkor bo'lish. U narsalarni men shunaqa tez va oson erishdimki, mana hozir dunyoga taniqli 250 tadan ortiq showroomi bor Era Mebel bilan hamkormiz. Mashallah. Birga hamjihatlikda ishlayapmiz. Zo'r. B2B degan narsa, ya'ni biznesga ham ochishim mumkin, ularga ham taklif qilishim mumkin xizmatlarimni ki, hozir Samarqandda ham, Toshkent shahrida ham qurilish, bino, turar joy eng katta masshtabda rivojlanayotgan soha bo'lyapti. O'shaning uchun albatta u uylarga parda, o'sha jalyuzi hamma spektrda, yana assortimentni ham ochdingiz. Ya'ni assortiment cheklangan edi, assortimentni ham ochdingiz. Ko'rdingizmi, biznes qanaqa narsa? Biznesda faqat savdoni o'ylasang, bu yoq taraf qolib ketadi. Faqat xodimlarni boshqarishni o'ylasang, ya'ni biznes men bir xilda shunaqa aytaman-da, shunaqa maza o'yin deyman. Mana cash flow o'yinini biz o'ynasak, shunaqa yaxshi narsa. Har kuni qanaqadir challenge keladi, qanaqadir qiyinchilik keladi. Sen shu qiyinchilikni yengishni o'rganasan, yengganingda maza qilasan. Eng oxirida natijasi sizni shogirdlaringiz, meni shogirdlarim, akademiyani, Ixlos maktabini, ota-onalari, farzandlari, shogirdlar, men ustoz mamnaqa darajaga erishdim. Men katta proyektlarni gapirganda, rahmati deganda, missiyamni bajaryapman. Bizga bergan qo'limizdan kelgancha bilimni ulashyapman degan faxr, o'zidan qoniqish tuyg'usi keyingi masshtablarga olib chiqadi. Men shu narsani sizda ko'rdim. Bugun ham ofisingizga borganda ko'rdim. Katta o'sha menga joylarni ko'rsatdingiz, xursand bo'ldim. Yana yoqqan narsasi bemalol bu narsani qilaman. Ustoz, bemalol chiqib ketaman. Ya'ni aniq raqamlar bilan harakat qilayotganingiz meni ko'zimni quvontirdi. Va Serjant baribir Madinaxon o'sha oliy maqsad. Moddarda oliy maqsad. Oliy maqsadi eng asosiysi o'zi har bitta mijozimizni uylariga har doim sifatli mahsulot o'z vaqtida va ularni didlariga mos darajada qilib berish. Birinchi maqsad. Ikkinchisi, o'zimizni Modart akademiyasini yo'lga qo'yib, yosh qizlarni mashinkada tikishda qiziqadigan ayollarni kuchli, bilimli, tadbirkor, tafakkurida bo'la oladigan darajada bilimlar bilan ulashib borish. O'qitish, ya'ni o'qitish, tajribasini mukammallashtirish. Zo'r. Alloh maqsadlaringizga erishtirsin, ziyodasiga erishtirsin. Amallar niyatga bog'liq, niyat bor, amalini o'zi yaqin kunlarda so'yintiradigan qiladi. Zero har bittamiz shunaqa tafakkurda bo'lishimiz kerakki, mehr bilan bilim faqat bersa ko'payadi, ulashsa ko'payadi. Faqat shu ikkita resursni berishdan, ulashishdan, borimizni boricha yetkazib, omonatni birovga o'tkazib yuborishdan charchamasligimiz kerak va bundan hech ham achinmasligimiz kerak. Xuddi shunaqa tadbirkor ayollardansiz. Ilmingiz ziyoda bo'lsin. Shunaqa ilm oshiqlaridan bo'lib yuring. Sizni taxallusingiz bor, ilm oshig'i degan. Va bu bilimlaringizni albatta kelajak avlodga ham o'rgatib, ularda ham shu qadriyatni
shakllanishiga hissa qo'shyapsiz. Allohim o'zi bu ishingizda kuch quvvatini bersin. Allohim rahmat. Bugungi mehmonimiz bo'lganingiz uchun, bugungi podkastimizni shunaqa zo'r o'zingizda bor tajriba bilimlarni ochiqchasiga samimiy bo'lishganingiz uchun yana bir marta rahmat deyman. Rahmat ustoz. Sizga ham rahmat. Mana shu darajaga erishishimga yo'q demasdan, bitta narsani ham yashirmasdan, erinmasdan, kursimiz haftada bir marta bo'lsa ham qo'shimcha qilib o'sishimizga yana bir kun vaqt ajratib haftada 2 marta qilib berganingiz uchun ham minnatdorman. Rahmat. Har doim yuzingiz yorug' bo'lsin. Ilohim eng rahmat. yaxshi maqtanadigan, faxrlanadigan, hozir ham shunaqaman, faxrlanadigan shogirdlarimdan bo'lib bering Madinaxon. Rahmat, xursandman. Ilohim. Давай. Закончили. Sog' bo'ling. Rahmat.